Tibbiyot muassasasi zamonaviy va shinam bo'lishi mumkin emasligini kim aytdi? Biz Dafnada bunday deb hisoblamaymiz va buni isbotlashga tayyormiz. Biz Shoh International Hospital reabilitatsiya markazi uchun loyiha amalga oshirdik. Bugun biz maxsus muassasada sog'ayishga chorlaydigan shinam muhitni qanday yaratish mumkinligini ko'rsatamiz. Keling, birinchi qavatdan boshlaymiz. Bu yerda qabul bo'limi va kutish zonasi joylashadi. Ish stoli xodimlar uchun zamonaviy ofis kreslolari, shuningdek, hujjatlarni saqlash uchun javonlar bilan to'ldirilgan. Kutish zonalari bir nechta. Ulardan biriga zamonaviy stullar asos qilib olingan. Boshqalari esa eko-charm bilan qoplangan lasavor zamonaviy kreslolari va Aykoning nostandart stoli to'ldiradi. Keling, xonalarni ko'rib chiqaylik. Ular zamonaviy MDF ish stollari, qulay ofis kreslolari va bemorlar uchun samba stullari bilan jihozlangan va turli sozlamalarga ega yuqori qulaylikdagi tumba va kreslolar mavjud. Kabinetlardan biri Karolinaning burchak divani bilan to'ldirilgan bo'lib, bu yerda qabul paytida qulay joylashish mumkin. Bu yerdagi palatalar xuddi yaxshi mehmonxonadagidek. Ularni bizning bir kishilik kravatlarimiz, Aidaning qulay stullari, jurnal stullari, saqlash uchun sig'imli shkaflarimiz to'ldirdi. Hamma narsa bemorlarning tezroq sog'ayib ketishi uchun yaratilgan. Interyerda har bir detal puxta o'ylangan. Bu yer keng, zamonaviy va klinikaning yuqori saviyasi sezilib turadi. Dafna esa har qanday murakkab loyihalarni amalga oshirishga va siz uchun qulay muhit yaratishga doimo tayyor.